Pul juda zarur. Bugun esa dam olish kuni. Banklar ishlamayapti. Bu qanaqasi? Buni onlayn qilishning iloji yo'qmi? Albatta bor, lekin ehtiyotkorlik bilan ish tutish kerak. Ilovani faqat rasmiy do'kondan yuklab olish mumkin. Mana shunday. Arizani o'zingiz to'ldiring. Hattoki bank so'ragan taqdirda ham hech qachon telefon orqali ma'lumotlaringizni aytmang va masofadan boshqariladigan ilovani o'rnatmang. Javobi tez keladi. Qarang, ba'zilarda foizlarsiz imtiyozli davr ham bor. Ko'rdingizmi? Mikroqarz ko'pincha do'kondagi muddatli to'lovdan ancha foydaliroq bo'ladi. Barcha shartlarni o'rganib chiqishingiz juda muhim. Foizlar hisoblanishi, so'ndirish usullari va muddatlari, jarimalar, ta'minot. Shartnomani yoki ofertani va to'lovlar grafikini o'rganib chiqmaguningizgacha roziman tugmasini bosmang. Ushbu muhim hujjat sizga kredit bo'yicha majburiyatlarni yuklaydi. Esingizda bo'lsin, faqat kerakli miqdorni oling. Qarzni so'ndirish imkoniyatlaringizni to'g'ri baholang. Onlayn kreditlardan xavfsiz foydalanish haqida Finlit.uz manbalaridan yanada ko'proq ma'lumotga ega bo'ling.